tadbirkorlar mana bugun 2-may bankimiz binosida tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazamiz. Asosiy maqsadimiz prezidentimizni shu imtiyozli kreditlar haqida sizlarga tushuntirish hamda shu imtiyozli kreditlar hisobiga yangi ish o'rinlari yaratish asosiy maqsadimiz. Bugungi kunda prezidentimizni 312 sonli qaroriga asosan 100 milliongacha garovsiz kreditlar ajratilyapmiz. 300 milliongacha garov asosida beryapmiz. Hamda o'zimiz vaqtiga tadbirkorlarga 7 sonli qaror bo'yicha 10 milliongacha garovsiz kreditlar ajratib beryapmiz. Sizlarda savollar bo'lsa, 100 million foizi toifasiga qarab, hududli toifasiga qarab, agar Katalon shahar bo'ladigan bo'lsa 21% dan beriladi. Katalon tumani bo'ladigan bo'lsa 20% dan bo'ladi. Muddati 6 yilga, imtiyoz davri 2 yil. Maqsadi asosiy vositaga aylama vaqti o'tirish uchun beriladi. Jihozlashga Yok, 10 milyon dedik katta beramiz. 100 milyon dedik ko'chirib beramiz. Chorvaga mas'ul bo'ladimi bozorda? Chorvaga. Beş yılga 19%dan mahallaga 1 million.